2008-kvartal. 8-kvartal rovida ro'parasi Korzinka. Korzinkani yonidagi 6-domdan 2 xonali 2-etajdan yevro remont kvartiramizda sotuvga chiqdi. Katta yo'lning yuzi, bu yog'imizda Mirzo Ulug'bek metroga chiqib ketaverish yo'l. Shundoq Korzinkani yonida bitta kvartiramizda sotuvga chiqqan. Hozirgi kvartirani ko'rsatib o'taman. Agarda yo'qsa, layklarni bosib qo'yasizlar. Yashayman degan odamlar uchun juda ham zo'r variant, hurmatli obunachilar. Ijaraga berib qo'yaman desanglar ham chotki ketadigan variant. 2-etaj remontini kvartiramizni bitta ko'rib o'tinglar, yo'qsa layklarni bosib qo'yinglar. Hurmatli obunachilar, kvartiramizga ham kirib oldik. Bizani kiraverishimizda mana bunaqa chiroyli dizayndagi koridorimizni kutib oladi. Kvartiramiz 2 xona, 3 xona qilingan, 45 metr kvadrat. Lekin remonti mehr bilan qilingan. Sizlarga kirish eshigidan boshlab kvartiramizni tushuntirib o'taman. Kirish eshigimizda temir eshiklar qo'yilgan, mana bunaqa qo'lda chizilgan dizayndagi portretlar qilib qo'yilgan. Kirishimizda bizani mana bunaqa zerkalka kutib oladi. Bu yerda razdelniy sanuzel joylashgan, buni oxirida ko'rsatib o'tamiz. Kirib kelaverishimizda to'g'rimizda mana bunaqa chiroyli zal joylashgan. Kvartiramizning remonti sizlarga yoqsa, shunda layklarni bosib qo'yasiz degan umiddaman. Qimmatbaho televizorlar mana bunaqa dekorativniy devorlar qilib qo'yilgan. Turetskiy divan. Mana bu portretlar ham oddiy rasm emas, qo'lda chizilgan rasmlar qilib qo'yilgan. Dekorativniy gullaga, kvartiramizning dekorativniy narsalariga bitta ahamiyat berasizlar. Bu kvartira mehr bilan eng sifatli narsalar ishlatilgan. Mana bu lyustramizdan ham o'zi $350 pul turadi. Konditsionerlari ham qilib qo'yilgan. Xo'p, sizlarga endi spalnyani ko'rsatib o'taman. Kattalar yotoqxonasi. Mana bu xonamiz ham juda ham chiroyli. O'sha plyus bo'lsa, mana shu kvartirani olib opam bilan mazza qilib mana shu dam olsangiz bo'ladi. Spalyaning o'zi bitta tema. Mana bu devorni o'zi ham bitta tema-yu. Wow. Juda ham did bilan remont qilingan. Portretlarga nima deysiz? Hamda chiroyli qilib soatlar ham qo'yib qo'yilgan. Xo'p, kvartiramizni shundoq podyezddan kirib kelaverishda bir narsani ko'rsatib o'taman. Wi-Fi uchun отдельный sim qo'yib ketilgan. Kvartirani nima desa bo'ladi? Chiroyini buzmaslik uchun. Xo'p, bitta xonamiz bo'ldi, 2 xonamiz. Kvartira 3 xona qilingan. Oshxonaga shundoq детский komnata qilib qo'yilgan. Bu yerda bolalarimiz uchun bittali spalni dars tayyorlash uchun stollar qilib qo'yilgan. Bu yerda o'zini shkafi ham bor. Bu kvartiramizning puli bor, juda ham chiroyli, remontli kvartirada, yaxshi lokatsiyada yashayman degan obunachilarimiz uchun juda ham zo'r variant. Xo'p, kvartiramizning 1,5 ga 3 li balkoniga shundoq oshxona ixchamgina qilib chiqazorilgan. Bu yoqqa hid o'tmasligi uchun akvaromlardan eshik qo'yib qo'yilgan. Bu yerda ovqat qilganingizda zalga hidi chiqmaydi. Холодильник bor, hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. Mikrovolnovka, gaz plita, bitta odam yashash uchun hamma sharoitga ega qilib qo'yilgan. Shundoq ko'chib o'tib, bemalol bez rasxod yashab ketsanglar bo'ladi yoki kvartiramizni xarid qilib olib $600 ga ijaraga berib qo'ysanglar bo'ladi. Sizlarga endi sanuzelni ko'rsatib o'taman. Bu yog'imizda hammom joylashgan. Hammomda ham barcha sharoitlar qilib qo'yilgan. Даже fellargacha bor kvartirani. Kir mashina o'zi sanuzel o'zi ham bitta tema bu kvartirada. Bu yog'imiz hojat xona. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, ushbu 2-qavatdagi 2 xona, 3 xona qilingan yevro remont did bilan qilingan kvartiramizga $76,000 narx so'ralyapti. Ja qimmat bo'lishi mumkin sizlar uchun, lekin olaman degan odamlar uchun mana bu remontli kvartira normalniy narxda. Ustida ozgina savdosini qilib, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Agarda kvartira sizlarga yoqsa, layklarni bosib qo'yinglar. Shunaqa kvartira olaman deb yurgan tanishingiz bo'lsa, ushbu videoni tashlab qo'yinglar. Bemalol video tagidagi telefon raqamlariga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.